qudrating borida, aqling zo'rida. Yillar davomida mana endi sahnaga yana qadam qo'ydingiz. Qanaqa sizda? Sog'inch tuyg'usi bo'ldimi? Albatta, men ham muxlislarim kabi, men ham muxlislarim juda ham sog'inganman. Davron Kabulovga juda kattadan katta rahmat. Mana shu inson sababchi bo'ldi meni o'z yurtimizga qaytishimga. Amerikada yashayotgan paytimda Davron bilan telefonlashib turardik. Aka, kelsangiz chiqarardim, bu yoq deb maslahatlashib turardik. Mana shu kunlar ham keldi. Sahnada muxlislaringizni ko'rgan. Albatta, bu xuddi bundan bir 35 yil oldin birinchi marta sahnaga chiqqanimdek shunaqa his tuyuldaman. Sababi ancha tanaffusdan keyin katta sahnaga qaytish bu har bir ijodkor uchun juda ham quvonarli ham mas'uliyat. O'shanga o'ylaymanki, bu boshlanishi hali ko'p muxlislarimiz bilan ko'rishamiz va shuni aytamiz. Yangi taronalar chiqarish niyatingiz bormi? Albatta. Ijod qilib. Albatta, hozir ijoddan to'xtayotganimiz yo'q. Уже boshlangansiz. Boshlaymiz. Konsert masalasi bo'yicha. Dekabr oyida. Dekabr oyida konsert. 35 yillik yubiley konsertimiz. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar.